Assalomu alaykum azizlar, xudo xolasa Navoiyda har kuni to'y. Bugungi xursandchilik kun Imperial Hall restoranining Alvonzalda chiroyli tarzda bo'lib o'tdi. Yonimizda Bravo Show brend guruhi solisti Alijon Safarov. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz qanaqa? Rahmat Zot. Bravo Show brend tashkil topganiga qancha bo'ldi? 3 yil bo'ldi. Jamoamizda solist men, ikkita Hofiza qizimiz, ikkita shovmen yigitlar, 3 ta zarli cholg'ulardan eng zo'r mohir sozandalar va Umurzoq aka degan klavish yo'g'ri akamiz bor. Ana shunaqa jamoamiz va jamoamizni boshlig'i Otabek aka hisoblanadi. Programmalarni kim asosan taqdim beradi? Bu ashulalarni men Otabek aka, keyin Doston yigit degan yigitimiz bor, Xorazmchada o'ynaydigan. Albatta bu kishini sanab o'tmadim. Chunki bu alohida bitta nomer deb hisoblanadi Xorazmchamizda va jonli ijroda ketma-ketligida Buxorocha, Samarqandcha aytishimizda Umurzoq akani hissasi juda katta. Xo'p, show brend faoliyat davomida nechtagacha repertuar tayyorlagan? Menimcha 300 ga yaqin bo'lib qoldi. Asosan Bravo Show brend jamoasi ko'proq viloyatlarda. Navoiy, Buxoro, asosan Jizzax, keyin Samarqand o'zida. Show dasturida sizga qiyinchilik tug'diradigan nimalar bor? Ko'proq qiyinchilik tug'diradigan bollarda emotsiyasi, azarti, ularga yetish olmay qolaman. O'shanda ozroq qiynalaman. San'atkor tanlashga qiynalib turgan odamlarga nima tavsiya berasiz? Albatta Bravo Show brend. Bravo Show brend xalqimiz xizmatiga qanchaga boradi? Navoiyga $1000. Navoiyda to'y organizatorligi, ya'ni Shahzod do'stimizga murojaat qilasiz va bizni bu to'yxonada yondirishimizni davom etishimizni ko'rasiz. Bizni shu inson orqali topib olasiz.